Bir bora bo'lsa ham shunday duo qilganmisiz? Ey menga o'zimdan ham mehribon bo'lgan Allohim, o'zingni 99 go'zal isming va izzatingni o'rtaga qo'yib so'rayman. Faqat sening roziliging uchun o'zingga bo'lgan muhabbatimni, Rasulimiz alayhissalomga bo'lgan muhabbatimni, namozga va Qur'onga bo'lgan muhabbatimni, jannatingga va ilmga bo'lgan muhabbatimni ziyoda qilib qo'ygin. Faqat va faqat sendan so'rayman, Robbim. Shunday so'rar ekansiz, Alloh sizga so'raganingizni va o'zining muhabbatini qo'shib hadya qiladi. Inshaalloh. Robbimiz hammamizdan ham rozi bo'lsin.